Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Mana endi o'tkalarimiz ovqat berish vaqti. Mana ovqat berilayotgan vaqtini ham video qilib, mana shunday kun uzog'i bug'doyisi mana ertalabgacha yeb chiqqan. Mana shu bug'doyisi tugamasdan turib zapasga ovqatlarni solib qo'yishlarizda endi o'tgani diydasi to'q bo'lib tursa o'ziga kerakli miqdorcha ovqat yeb tuxumni berib jo'jani ochaveradi. Ovqatdan qismaylar, bir kun to'q saqlab, bir kun och saqlab, undayga foyda ham qilishlaringizda qiyin bo'ladi. Ovqatni beraveringlar. Shu jo'ja ochayotgan vaqti yeyotgan donini 10 barobar qilib chiqarib beradi. Hozir bug'doylarimiz ham narxi tushdi. 2600, 2800 bir xil joylari 2,5 ming. Shu vaqtda bug'doylarni zapas qilishlaringizni tavsiya etaman. Bug'doyni olib g'amlab qo'ysanglar, endi o'tga yaxshi narsa. Indiki ham, endi o'tkasi ham, parranda hammasi ham yaxshi sesar aka. Bir dona jo'jamizda tuxumdan yangi ochirilganini sotamiz bozorga 25 ming, 30 ming, 20 ming. Bir oylik qilib chiqilganlarni 50 ming. Mana ochyapti. Bismillah deb ochganlarni savatcha olaylik qani. Hozir ochganlarni ham sizlar ko'rsatib o'taman. Mana jo'jachalarimiz. Hozir ochganlarni yig'ishtirib olamiz onasini taydan. Hali ham jo'jachalar chiqyapti, hali usti nam. Tuxum qo'choqlar taylaylik. Mana jo'jachalarimiz ochyapti endi o'tkalarimiz. Hali mana ustichalari nam, hali qurimagan ham bir ikkalari. Mana ustichalari hali qurimagan ham. Mana bir xillari tuxumdan hali chiqib ham ulgurgan yo'q. Mana aka. Tuxumdan chiqyaptilar. Joni qattiq parranda. Yaxshi narsa. O'zi ochganga kelmaydi. O'zi ochsa yaxshi-da. Tayi 21 ta tuxum bor edi. Nasib bo'lsa, hammasini och bo'lsin qani jo'jachalarimizni quritib, g'oz jo'jachalarimizni ham ko'rsataman. Mana bag'laga ham bosyapti. Mana bularimiz ochadi hali. Aytolmanki, yegan ovqatini halollab mana qilib beradi. Bu bechoralar yegan ovqatini duvoyini, tirayni qoplab beradi. Mana bag'larimizga ham bosyapti. Bularimiz ham bosyapti.